Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Gvardiola Husanov o'rniga tushgan O'Rayli haqida. U yarim finalda o'ynaydi. Kecha Manchester City Angliya Kubogi chorak finalda Boromutni mag'lub etdi 2-1. Birinchi bo'limdan so'ng 0-1 hisobda ortda qolayotgan vaqtda Pep Gvardiola hamyurtimiz Abduqodir Husanov o'rniga zaxiradan Nico O'Raylini maydonga tushirdi. U o'z navbatida Holland va Marmushning gollariga assist berdi va shaharliklarning yarim finalga chiqishini ta'minladi. Gvardiola o'yindan so'ng O'Raylini maqtadi. Nico Plymouthga qarshi o'yinda 2 gol urdi va bugun ham o'yinga ajoyib ta'sir ko'rsatdi. U yarim finalda o'ynashi aniq. U haqiqatan ham yaxshi harakat qildi. Shuni unutmaylikki, u baribir o'lik pozitsiya o'yinchisi. Unda tezligi bor, juda aqlli va u to'pni ajoyib tarzda boshqaradi. U raqib darvozasi yonida maydonni keng ko'rish qobiliyatiga ega. U haqiqatan ham yaxshi edi. O'yinga ta'sir ko'rsatdi, deya Gvardiolaning so'zlarini keltiradi The Independent. Klopp Realni boshqarishi mumkin. Liverpoolning sobiq bosh murabbiyi Yorgen Klopp Realning yangi ustoziga aylanishi mumkin. TBR futbol xabariga ko'ra, madridliklar nemis mutaxassisini Carlo Ancelotti o'rniga taklif qilishni rejalashtirgan. Hozircha Klopp murabbiylik faoliyatiga qaytishga shoshilmayotgani aytilmoqda, ammo Realning taklifi uning fikrini o'zgartirishi mumkin. Hozirda u Red Bull kompaniyasida faoliyat yuritib kelmoqda. Eslatib o'tamiz, Carlo Ancelottining Real bilan shartnomasi 2026-yilning yoziga qadar amal qiladi. Agar jamoa mavsum so'ngiga qadar sovrin qo'lga kirita olmasa, italiyalik mutaxassis ishdan ketishi mumkin. Ronaldo Angliyaga qaytadimi? Chelsea yoki Manchester City bilan muzokaralar olib borilmoqda. Portugaliyalik mashhur hujumchi hozirda Saudiya Arabistonining Al Nassr klubida faoliyat olib borayotgan Cristiano Ronaldo yana Angliyaga qaytishi mumkin. Sky Sport nashrining xabar berishicha, 40 yoshli futbolchi klublar o'rtasidagi jahon chempionatida ishtirok etish maqsadida Angliya Premyer Ligasining 2 grand klubi Chelsea yoki Manchester City bilan bir oylik shartnoma imzolashi mumkin. APLdagi ehtimoliy qisqa muddatli shartnoma. Cristiano Ronaldo Angliya chempionatida katta tajribaga ega. U 2003-2009 yillarda Manchester United tarkibida faoliyat olib borgan va 2021-2022 yillar oralig'ida yana ushbu jamoaga qaytgandi. Bu safar esa u joriy mavsumdagi ajoyib statistikasi tufayli yana Yevropada o'ynash imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Joriy mavsumda Saudiya Arabistoni chempionatida 24 ta uchrashuvda maydonga tushgan Ronaldo 19 ta gol va 3 ta golli uzatma amalga oshirgan. Bu esa uning yuqori sport formasida ekanini ko'rsatadi. Klublar o'rtasidagi jahon chempionati 15-iyundan 13-iyulga qadar AQShda o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bu turnirda kuchli klublar o'zaro bellashib dunyo chempioni maqomi uchun kurash olib borishadi. Ronaldoning mazkur musobaqada ishtirok etishi nafaqat uning shaxsiy karyerasi, balki rekordlar yo'lidagi yana bir qadam bo'lishi mumkin. Agar ushbu shartnoma amalga oshsa, Cristiano Ronaldo qisqa muddatga bo'lsa-da yana Yevropaning eng kuchli ligalaridan biri bo'lgan Angliya Premyer Ligasida o'ynash imkoniyatiga ega bo'ladi. Chelsea yoki Manchester Cityning qaysi biri bilan shartnoma imzolanishi hali noma'lum, ammo bu jarayon futbol olamida katta qiziqish uyg'otmoqda. Yevropada bahaybat darvozabonga mukofot sifatida 4 quti tuxum berildi. Norvegiya chempionatining navbatdagi turida Bruney jamoasi mamlakatning eng kuchli klubi hisoblangan Bodi Glimt bilan kuch sinashdi. Uchrashuvda Bodi Glimt futbolchilari 1-0 hisobda g'alaba qozondi. Bruney jamoasi darvozaboni Jan Diborning mag'lubiyati hisobning yiriklashib ketishiga yo'l qo'ymadi. Bo'yi 2 metr 2 sm bo'lgan bahaybat golkiper uchrashuvning eng yaxshi o'yinchisi deb topildi. Unga mukofot sifatida 4 quti tuxum topshirildi. Asli niderlandiyalik bo'lgan 24 yoshli golkiper Norvegiyaga shu yilning fevralda kelgan. Xrenvenda tarbiyalangan Jan Dibor professional faoliyat davomida o'z yurtida Groningen va Vello jamoalari a'zosi bo'lgan. 2025-yilning 5-fevral kuni Jan Dibor Bruney klubi bilan 2026-yilning 31-dekabriga qadar davom etadigan professional shartnoma tuzgandi. Manchester United Antoniga narx qo'ydi. Manchester United Antoniga narx belgiladi. Kimdir braziliyalik yarim himoyachini sotib olishni maqsad qilgan bo'lsa, qizil iblislar hisob raqamiga 40 million funt o'tkazib qo'yishi lozim. Eslatib o'tamiz, Antoni ayni vaqtda Betisda ijara asosida to'p tepmoqda. Futbolchi ispaniyaliklar safida 12 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Uning hisobida 4 tadan gol va golli uzatma bor. Ma'lumot uchun, Miu 25 yoshli futbolchini Ajaxdan 95 million funtga sotib olgan. Mbappe Realning boshqa klublardan farqini aytdi.
Madridning Real klubi forvardi Kylian Mbappe nima uchun o'z klubini o'ziga xos deb bilishini aytdi. 26 yoshli futbolchi qaymoq ranglilar safida debyut mavsumini o'tkazmoqda. Yulduz futbolchi Carlo Ancelotti jamoasi safida 45 ta o'yinda maydonga tushib, 33 ta gol urishga ulgurdi. Real dunyodagi eng yaxshi klub deb hisoblaydi fransuz. Realda boshqa klublarda bo'lmagan aura bor, dedi hujumchi La Sexta nashriga bergan intervyusida. Manchester City Holland bo'yicha ma'lumot berdi. Manchester City hujumchisi Erling Haaland Angliya Kubogi chorak finalda Bournemouth bilan bo'lgan uchrashuvning ikkinchi bo'limida oyog'idan shikastlangandi. 24 yoshli to'plarning jarohati jiddiy ekani taxmin qilinmoqda. Klub matbuot xizmati hujumchi atrofidagi holat bo'yicha bayonot berdi. Erling Manchesterdagi klinikalardan birida birlamchi tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Endi u jarohatning darajasi va ko'lamini aniqlash uchun shifokor mutaxassislarga murojaat qiladi. Jarohatning jiddiylik darajasini baholash ishlari davom etmoqda va shundan so'ng yakuniy tashxis qo'yiladi. Holland mavsum oxirigacha safga qaytib qolgan o'yinlarda, xususan yozda bo'ladigan klublar o'rtasidagi jahon chempionatida ishtirok etishi kutilmoqda, deyiladi Manchester City matbuot xizmati tarqatgan bayonotda. Rooney: Real buyuk klub, Trent bu imkoniyatni qo'ldan chiqarmasligi kerak. Manchester United sobiq hujumchisi Wayne Rooney yozda Realga o'tishi kutilayotgan Trent Alexander-Arnold borasida o'z fikrlarini bildirdi. Trent allaqachon 26 yoshda va Liverpool bilan shartnomasi mavsum yakunida tugaydi. Hozirda u chorrahada qaysi tomon harakatlanishni bilmay turgan yo'lovchiga o'xshaydi. Unga qadrdon jamoasi yangi shartnoma taklif qilyapti. U esa shartnomani uzaytirib, kelajagini shu klubga bag'ishlaydi yoki Realga o'tadi. Chunki madridliklar jiddiy qiziqish bildirgan. Nega u Liverpoolni tark etishi kerak? Lekin gap Real haqida ketyapti. Madrid klubi dunyoning eng buyuk va eng yaxshi jamoasi. Bunday taklifni qo'ldan chiqarish kechirib bo'lmas xato bo'lishi mumkin. Qisqasi, Trent bu imkoniyatni qo'ldan chiqarmasligi kerak. Masalaning ikkinchi tomoni shundaki, Liverpool uning ikkinchi uyi. Enfieldni tark etish oson emas, ammo shunday vaqtlar keladi. Kelajagingizni o'ylab, hayotingizdagi eng qiyin va muhim qarorni qabul qilishga majbur bo'lasiz, degan Rooney. Gvardiola nima uchun Husanovning tezroq til o'rganishini xohlayapti? Davron Fayziyev vaziyatni tushuntirdi. Sharhlovchi Davron Fayziyev Manchester City bosh murabbiyi Pep Gvardiola nima uchun Abduqodir Husanovning ingliz tilini tezroq o'rganishni xohlayotganini tushuntirdi. Gvardiola jamoasidagi har bir futbolchiga o'z g'oyalarini singdirishni xohlaydi. U shuning uchun Husanovdan nima istayotganini tushunish uchun tezroq til o'rganishni talab qildi. Bu himoyachi uchun juda muhim. Hujumchilar va yarim himoyachilar o'rtasida masofa bo'ladi. Ularning xatolari juda global oqibatlarga olib kelmaydi. Hujumchilar instinkt nuqtai nazaridan o'ynay oladi. Himoyachilarda bunday emas. Ularni darvozabon boshqaradi. Himoyachilar darvozabon hamda sheriklarini eshitishlari kerak. Axir bir lahzali xato golga olib kelishi mumkin. Shuning uchun Pep Husanovning tezroq tushunishni xohlaydi. Menimcha Abduqodir futbol terminlari va Cityda ko'p qo'llanadigan iboralarni o'rgangan bo'lishi kerak, deya Davron Fayziyevning so'zlarini keltiradi Tribuna.uz muxbiri.